的怪物数学小分队。Ses pıraklık put. 6, 7, Oo, mıdırlamay tur. Külmegen, putlarımı kanlı sanı olay. Ben gıdıkım geldi. Oo, can, sana kıya geldi ben. Ey, Kara Makis, hazır benim bir tal barmıkım mı yok? Çekrak ekrandayım ki onu korkutup yetidu. Çiğqirak ekran. O, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika tushuncha paydo bo'ladi. Sesiq put g'alati maqtuq ekan. Uning putining sesiqligidan sizmi chidab tura olmaysiz? Shundoq. To'g'ri dedingiz. Mening putim Moslaviyadagi eng sesiq put. Hammamiz bilamiz. Qanday yordam kerak? Men har yili bir qatim alayda 100 suyda putimni yo'yaman. Ha? Qayeri alayda? Materiali alayda. Biroq masala shuki, men u materiallarni topamadim. Men sesiq puraqli qo'llanmamda materiallarni tepish o'rni tafsili xotirlangan. Biroq men yana bilamadim. Shunga g'alati maqtuq matematika atrofidagilerde yordam talab qildingizmi? Shundoq. Bu materiallarni menga izlashmasa bo'ladi. Ensirmang sesiq putli g'alati maqluq. G'alati maqluq matematika atrofida hozir yo'lga chiqadi. Bek yaxshi bo'ldi. Biz sesiq putli g'alati maqluqqa yordam qilib put yuydigan materiallarni tepib beraylik. Biz g'alati maqluq matematika o'qumidan foydalanib aql olaymiz. Chunki g'alati maqtuq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maqluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqtuq matematika atrofiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maqtuq keldi. Bugungi g'alati maqluq matematika askartma so'zining ikkisi bor ekan. U bo'lsa usti va asti. Kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Asti. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganda andinligin. Ha, to'g'ri. Doim unutib qoladi ekanman. G'alati maqtuq matematika atrofidagilar biz sesiq putli g'alati maqtuqning put yuyish materialini topib qilib boraylik. Sesiq putli g'alati maqluq. Uning puti rostla bak sesiqkan. Shundoq. Bek sesiq. Mening putim Moslaviyadagi eng sesiq put. Demisingizmi bilamiz. Biz o sesiq puraqni qo'llanmani ko'rib boqaylik. Andin biz put yuyining materialini izlab boraylik. Aldı bilan biz kepina kulini topaylik. O Moslaviya teg'ining tog' cho'qqisi derasidir. Tog' cho'qqisi? O qayer? Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Usti va osti ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Usti. Osti. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maqluq matematika ko'rsash ekrani keldi. Serilg'uchning usti tarafida bir g'alati maqluq bor. U serilg'uch serilmoqchi. Usti tarafidagi g'alati maqluq pastga qarab, ya'ni serilg'uchning osti tarafiga qarab serildi. Serilg'uchning osti tarafiga serilgan maqluqning beshi qayib, ko'ngli erishib ketgandek turadi. Shunga u ilagich o'ynab boqsin. Xayr xo'sh. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir osti, usti deganning ma'nosini bilib oldik. Shunda, usti deganimiz eng egiz qismi, osti deganimiz eng tuvangi qismi. Shinimanki ko'pchilik usti va ostining ma'nosini bilib oldi. Bu bizga sesiq puraq putning materialini tepishimizga yordam berdi. Uning ustiga osti va usti erishkasi matematika askartma so'zi. Biz g'alati matematika o'qimidan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi. Birinchi material bo'lsa chirigan kepinak gul. Moslaviya teg'ining tog' cho'qqisida o'sadi. Tog' cho'qqisiga boraylik. Birodarlar, nafsim yetishmay qoldi. Biz bek egizga yamashdik. Biroq men chirigan kepinak gulni ko'mdim-ku. Nimanda g'alita?
Siz Moslaviya teg'ining tog' cho'qqisi degan, shundaqmi? Shundaq. Bu emisa biz turgan tog' cho'qqisi emasmi? Sizlar eng egiz joy degan-ku. Shundaq. Amisa, o yer bu yerga qaraganda egiz emasmi? Ha? Kovunu degini to'g'ri. Biz tog' cho'qqisiga yaqinlashaylik deb qopdik. Texi yetib olmadik. Tog' cho'qqisiga boraylik, birodarlar. Men chirigan kepinak gulni topdim. Bak qopdis kovu. Qo'llanmaga asoslanganda bir tal gulni yuz suyini materiali qilsak bo'ladi ekan. Men birini uzay. Voyjon, nimanch sesiq. Oh. Biroq mening putimdagi sesiq emasdi. Mening putim Moslaviyadagi eng sesiq put. Biz bilamiz. Voyjon, kim bu gulni puchuydigan suv solsin? Keyingi qadamda nima ish qilamiz? Qo'llanmada taqshaqliq sherinlik meva daraxining osti qismidan bir tal sherinlik meva uzadi ekanmiz. Taqshaqliq shirinlik meva bu daraxtni bog'cha atrofida ko'rgan. Bog'chaga boraylik, birodarlar. Bu puchuy suyining materiali bek o'zgishgan. Taqshaqliq meva daraxti sizlarga boya bog'chada bor degandim-ku. Amisa biz ozroq uzaylik. Ajab qo'rqdim desa. Men eng ustidagi mevani uzib oldim. Birodar, qarmoqqa payzgan. Bek sesiqkan. Voyjon, bu puraqa ishlimi to'g'ri kelmaydi ekan. Biroq mening putimdagi sesiq emasdi. To'g'rimi? Mening putim Moslaviyadagi eng sesiq put. Hammamiz bilamiz. Bu menimcha xato oldik. Bu bek sesiqkan. Eng yaxshisi qo'llanmaga yana bir qarab baqay. Isrilka taqshaqliq daraxining osti qismini ko'rsatib turadi. Ko, sen bu mevani qayerdan uzding? Qayerdan uzgandimi? Üst tarafidan uzdingmi yoki ost tarafdan uzdingmi? Sizning esingizda bormi? Esimga keldi. Men daraxtning ustidan uzgan. Biroq qo'llanmada mevlik daraxtning osti qismidan uzinglar deb ko'rsatib qo'yibdi. Masala dal bu yerda. Ustidan uzgan meva bek sesiq chiqdi. Ostidan uzib ko'r baqayli. Bo'ladi, Lili. Bek sesiqkan. Purqi bek kuchlikan. Tasvirligisiz sesiqkan. Bu biroq bek sesiqkan. Biroq mening putimdagi sesiq emasdi, to'g'rimi? Bo'ldi. Sizning putingizda sesiq narsa yo'q. Sesiq putli g'alati maxluq. Undaq bo'lsa yaxshi. Biz yana bir materialni tepishimiz kerak. Yumshoq, yopishqoq modda. Men uni kitob tekish sesiq puroqliq do'konida ko'rganda qilgan edim. Undaqda biz berib boqaylik. Bu sesiq puroqliq narsalar qanday qilib uning sesiq putini pokiz yuva olsin? Sesiq puroqini qandaqmi yo'qta olsin? Yumshoq yopishqoq matn solgan quti jazning usti tarafida. Tezroq elinglar. Elimo do'konining ichi sesiq puroq to'shib ketdi. Bu sesiq puroq nayt payza. Yumshoq yopishqoq modda? Men hech ko'rmadim-ku. Menmi ko'rmadim? Chango efendim bizga yumshoq yopishqoq moddani solgan quti jazning usti tarafida degan. Usti taraf. U qayerni ko'rsatdi? To'g'ri. Eng egiz tarafni ko'rsatdi ekan. Shundoq. Eng ustida u yerda yumshoq yopishqoq moddan solgan quti bor ekan. Mana oldim. Bek yaxshi bo'ldi. Endi biz barliq materiallarni aralashtirib ko'raylik. Bek sesiqkan. Biroq mening putimda Biz bilamiz. Sizning putingizdagi sesiq emas. Bo'ladi. Boshlaylik. Bek sesiqkan. Kim bu bundaq narsalar bilan putini yuvsin? Faqat ilyamdan o'tmadi. To'g'ri. Bu pura xuddi paloq tuxumdek sesiqkan. Bek payza oldi. Siz nemişqa putingizni uning ishiga tiqsiz. Sesiq puti g'alati maxluq. Buni qandaqmi put yuyishni degili bo'lsin. Bu
bak sesib tursa. Qaraganda biz materiallarni xato aytib qolgan o'xshaymiz. Yo'q, unday emas. Bu putyusi bakpay zopdi. Siz putni g'alati baxtliqning putyusi yo'qligi mana shunday sezib bo'ladi. Ana shunday qilsam putim texmi sezib turaydi. Uni tez to'singlar. Voy jon. Rastla putim texmi sezib bo'ldi. Günümni rastlı setivetdi. Sana rastlı bek açığım geldi. O Tanrım. Hava, ben sabaha muhtaç. Bo'ladi. Biz siz putni g'alati baxtliqning putyusi suyidagi barliq materiallarni tepdik. Biz usti va asti matematikning so'zini bilib olgandan keyin vazifamizni ado qila oldik. Şuna albatta biz məxluqlarning usuli orqali olqish yağırtaydı. Hemiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimlerini g'alati ishda oldik. Bu dunyodagi eng sesiq putgan. Bak yaxshi oldu.